Nima qildingiz? Jamolni qanaqa bedanam tuxumini arsiz Po'latjon o'rgatdingizmi? Baqami? Ha. O'rgatib o'qiydi. Qanaqa arshiylar shu 7000 ta bedanam tuxumini? Men o'zim o'rgatganman hamma narsaniga. İyi. Siz bilmaydigan narsalar ham bor. Mana pechkaga o'tni solyapti, suvga pishyapti, so'siz tutamasdan narsam yo'q edi deyapsiz. O'n qo'ying. Suv ham pishyapmizda, xalq qilib sepasiz. Ham doim mastni o'zi ichmaydigan, mast rolni o'ynaradi-yu. Boshqa hunarlar ham ko'p. Mana hozir gaplashtiribmiz mana. Chodir qotonni qaytdan deydi uka. Yayilma. Yayilmadan otlari mikkala-mikkan. Meni katta akam bo'ladi. Bordi keldimiz yo'qolib ketgan. Bordi keldi, dahno yo'qolgan. Nima yo'qolib ketgan bordi keldilar? Ammo ko'rib qolgan joy, ko'rishib qolgan joyda hammadan qadrdonni ko'rishilaveradi. Hop ko'rganlar, "Voh, bular yomon ekan." O'zi ko'ralmaymiz bir. O'z birimizni ko'ramiz. Bir yaxshi xonadonga tushgan. Oldin olsa edik. Hozir ashi suvni Jamoldan aytib berdi Po'latjon. Bodir aka bitta suvni olsangiz-da, tutamaydi dedi. Aytdim, to'g'ri. Ikkinchisini aytmadingiz. Ikkinchisi agar kattaroq marazligi bo'lsa, odamlar marojna paron sopadi katta. O'shunga moncha qilib, aka kesib turib, o'tinni, qattiq o'tinni sop qo'yilsa, ana mana ichiga, marazligan ichiga o'zini muz nam tortib turib aka. U ham tutamaydi, ham ko'p yonadi aka. Qurg'ut sop qo'ysa, g'uvaytlanib o'chadimi? Bu misol 10 minut yonadigan narsa xolodilnikdan marazligadan chiqqan o'tin bo'lsa aka 2 soat, 3 soat yonib beraveradi aka. Salalka, bezim, bunaqa narsa qilib o'zi. Marazilka. Ularda aka Buni Sotirxondan o'rganganmiz ekanlar. Hech tushunmay qoldim-mi? O'tinni suv sepish, marazilka, filni xartumi.